Qadrdon, bu videoni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Sababi bugungi sotilayotgan kvartiramizga qasrga kirgandek kirasiz. Darazalarni ko'ryapsizmi? Qani obzori boshladik bo'lmasa. Yangi hayot Sputnik 16A ga kelganmiz. Orqamda ko'rib turgan dominglar qatorasiga tushgan. Bunaqa domlarni Amerikadan ham topa olmasangiz kerak. Chunki buni o'zimiz o'zbeklar qurgan. Lokatsiyani tushuntiraman, qarang. To'g'rida katta yo'l ko'rinyapti. 200 metr chiqqaningizdan keyin o'ngga ketsangiz, metroga bor yo'g'i 1 kilometr ekan. Yon atrofda korzinka, poliklinika, maktab shunday joylashgan ekan. Qarang. Bu yoq domimizning orqasida bog'cha bor. Bu yoq domimizning orqasida korzinka bor ekan. Sharoitlari vaqti zo'r ekan. Endi ichkaridan bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Kirganimizda o'ng qo'lda prixoshka keladi. Rangini ham yaxshidan tanlab qo'yishibdi. Birinchi xonamiz keladi, kelinglar. Oshxona joylashtirilgan bu yoqqa. Barcha mebel texnikalar qoladi, faqat xolodilnik sovg'a bo'lgancha o'zlari bilan olib ketar ekanlar. Eshiklarni ham qimmatidan qildirgan ekanlar, krashli mebeldan. Hop, kelaveramiz. Bu yoqda spalni yotoqxonamiz joylashtirilgan. Hop, yotoqxonamizning yonida mehmonlar kutish uchun kattagina zalimiz. Bu har bitta xonani tashqari qaragan oynasi bor. Hop, panorama oyna qilingan, e'tibor berib qo'yasizlar. Chiroyli mebellar yasatib qo'yishibdi. Xo'rli bitta shu yoqdan ko'rishingiz mumkin, kattagina keng. Yuvinish xonasi, yonida sanuzel hojatxona. Qadrdonlar, uyimiz yoqdimi? Bitta like aymasdan bosib, tanishingizga jo'natib qo'ying. Siz sababli uyimiz sotiladigan bo'lsa, albatta sizga sovg'a bor. Shu uyimizni siz oladigan bo'lsangiz ham sizga ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Uyimizning starting narxini $70,000 deyapti. Yana kelishda beradigan joy bor. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqamini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilaverasiz.